Gördüm. Mashinaga chaqishdi. Bu ikkinchi muolajaga o'zi tushib, o'zi chiqib, pul olib chiqib, yana berib ketdi. Bugun ham shu. Yurolmagandilar. Yurolmagan. Hojatxonaga ham o'zim olib kirib olib chiqdim. Bugun mana xursand bo'lib chiqib ketdilar. Yuzlari ham ochilgan. Mana Sojida dedi, yuzlarim shunaqa ajinadi, yuzlarim siznikida qolib qolgan dedi. Sochni o'rab. Qizlar, men bugun ishxonada ko'p bo'lmadim. Qizlarim o'sha anaqa menga отчет berishadi deb, men bemor keldim, menda holat bo'ldi, yaxshi bo'libdimi yoki yomon deb hozir aytib bitta bemorimiz haqida. Hattoki litsenziyadan ham chiqa olmagan edilar, qiynalib chiqqan edilar. O'zim hojatxonalarga olib kirgandim deyaptilar. Masjidlar shunaqa detalni yondashadi, shunaqa mehribon, Alloh ajrlarini bersin. Bugun shunaqa davolni bo'lib xursand bo'lib, o'zlari pullari pastda mashinada ekan, o'zlari tushib, o'zlari olib chiqdi demasda. Mashalloh. Oyoqlari ishib ketgan edi, atchoklarga to'lib yotuvdi. Bittada rezultat beribdilar. Alhamdulillah, o'shuning uchun ham ikkinchi marotaba kelibdi.